Bu korobkada nima bor deb o'ylaysiz? Bugun gullar kolleksiyam uchun yangi gullarni raspakovka qilamiz. Jajji yordamchilarim bilan birga. Gullarni Samarqanddan zakaz qildim. Nega endi Samarqanddan deb o'ylagandirsiz? Yo'q, Samarqandda arzonroq emas. Shunchaki shu sotuvchi qizda menga kerakli xo'yalar bor. Xo'sh, korobkani ochdik. Oho, bu go'zallikni qaranglar. Gullarga qiziqishim uyg'onganiga bor yo'g'i 6-7 oy bo'ldi. Philodendron variegatni buni birinchi ko'rganda hech qachon olmayman degandim, lekin ko'rib turganingizdek fikrimdan juda tez qaytadigan odam ekanman. Hozir ahvoli uncha yaxshi emas, chunki Xitoy gullari yo'l azobiga chidamaydi, adaptatsiya qiyin bo'ladi. Keyingisi Monstera tayskiy sazvestiya. Xitoyniki original emas, u juda qimmat va topish qiyin. Nihoyat bu gul menda ham bor. Bu esa Asplenium nidus paprigniki. Shunchaki chiroyliligi uchun oldim. Yana bir muhabbatim Aglaonema Apple Fantasy. Yorqin yaproqlari ham, nomi ham juda yoqadi. Bu Schefflera variegatni yorqin barglari bilan o'ziga rom qildi. Bu yerda esa mening xo'yalarim. Ularga alohida obzor qilaman. Antyurum erkak baxti sohaga keldi. Trendda ekan, o'zim ham xohlab yurgan edim. Qizil gullardan biroz qo'rqardim, lekin hayotda juda go'zal ekan. Bular turf, seramis, kokostorf, kokos chips, sirkon. Keyingi videolarda bu gullarni persiyatka qilaman va o'zim bilgan qiziqarli ma'lumotlar bilan ulashaman.